Meni erdan ajrashib kelganimni eshitgan yigitim xursand bo'lib ketdi. U darrov, "Qachon uchrashamiz? Jonim, seni sog'indim." Men 1-2 kun noz qilib uni atayin qiynab yurdim. Axiri biz uchrashdik. Biz restoranga bordik. So'ngra yigitim ijaraga olgan kvartiraga. Endi yigitimni orzusi ushaladigan bo'ldi. Men kiyimimni yechganimda yigitim hushidan ketishiga sal qoldi. Meni figuram juda chiroyli, o'zim ham go'zal edim. Men asta uni yoniga yaqinlashdim va ustiga o'tirib bodringini siladim, so'ngra tuxumlarini. Keyin esa lablarim bilan erkaladim. Ozgina chupa-chups qildim. Yigitim toqat qilolmay meni aylantirib sola ketdi. Tan olish kerak, yigitim o'sha kuni mazza qildi. Uniki keldim deganda men unga asalim oqsimga deganimni bilaman. Yigitim o'zidan ketib qoldi. Ha, u bunday deyishimni kutmagan. U meni sodda qiz deb o'ylagan, lekin meni qanday tajribaga ega ekanimni u bilmasdi.